Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda turk tilida yodlash oson bo'lgan B2 darajasidagi turkcha so'z hamda gaplarni o'rganib chiqamiz. Undan oldin videolarimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling hamda like tugmasini bosib qo'ying. Çözüm, yechim. Bu soruna bir çözüm bulmalıyız. Bu muammoga yechim topishimiz kerak. Amaç, maqsad. Bu kursa katılma amacım Türkçemi geliştirmek. Bu kursga qatnashishdan maqsadim Türk tilimni rivojlantirish. Farkındalık, anglash, xabardorlik. Bu konuda farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu masala bo'yicha xabardorlik yaratmoqchimiz. Alışkanlık, odat. Yeni bir alışkanlık kazanmak kolay değil. Yangi odat hosil qilish oson emas. Qaror. Henüz bir karar vermedim. Hali bir qarorga kelmadim. Ehtimal. Yarın yağmur yağma ehtimali var. Ertaga yağmur yog'ish ehtimoli bor. Ayrıntı, tafsilot yoki batafsil ma'lumot. Bu konunun ayrıntılarını bilmiyorum. Bu masalalarning tafsilotini bilmayman. Sabır. Başarılı olmak için sabır gerekiyor. Muvaffaqiyatga erishish uchun sabr kerak. Gelişim, rivojlanish. Kişisel gelişim benim için çok önemli. Shaxsiy rivojlanish men uchun juda muhim. Ifoda yoki fikrni bayon qilish. Duygularni ochiqcha ifoda edebiliyor. U o'z his-tuyg'ularini ochiq ifodalay oladi. Fırsat, imkoniyat. Bu fırsatni kaçırmak istemiyorum. Bu imkoniyatni qo'ldan boy berishni xohlamayman. Güven, ishonch. Bir ilişkide güven çok önemlidir. Munosabatlarda ishonch juda muhim. Yo'nalish. Hangi yöne gitmem gerekiyor? Qaysi yo'nalishda borishim kerak? Yaklaşım, yondashuv. Bu problema farklı bir yaklaşım gerekiyor. Bu muammoga boshqacha yondashuv kerak. Öneri, taklif yoki tavsiya. Bu konuda bir öneriniz var mı? Bu borada biror tavsiyangiz bormi? Engel, to'siq. Hiçbir engel bizi durduramaz. Hech qanday to'siq bizni to'xtata olmaydi. Başarı, muvaffaqiyat. Başarının siri sabırlı olmaktır. Muvaffaqiyat siri sabırlı bo'lishdir. Değişim, o'zgarish. Değişim bazen zor olabilir. O'zgarish bazen qiyin bo'lishi mumkin. Deneyim, tecrübe. Bu iş bana çok deneyim kazandırdı. Bu iş menga katta tecrübe berdi. Değer, qadr, qiymat. Zamanın değerini bilmek gerekir. Vaqtning qadrini bilish kerak. Kararsızlık, ikkilanish yoki qaror qila olmaslik. Kararsızlık zaman kaybettirir. İkkilanish vaqtni ketkazadi. Sorumluluk, mas'uliyat. Herkes kendi sorumluluğunu bilmeli. Har kim o'z mas'uliyatini bilishi kerak. Hedef, maqsad yoki ko'zlangan natija. Bu yil kendime yeni hedefler koydum. Bu yil o'zimga yangi maqsadlar qo'ydim.
Davranish, xulq-atvor yoki muomala. Onun davranishi beni şaşırttı. Uning xatti-harakati meni hayron qoldirdi. Tutum, munosabat yoki munosabat tarzi. İnsanlarla karşı olumlu bir tutum sergiliyor. U odamlarga nisbatan ijobiy munosabat ko'rsatdi. Tartışma, bahs yoki munozara. Bu konu hakkında uzun bir tartışma yaptık. Bu mavzu haqida uzoq bahslashdik. Araştırma, tadqiqot yoki izlanish. Bu konuda biraz araştırma yapmalıyım. Bu mavzu bo'yicha biroz izlanish qilishim kerak. Etki, ta'sir. Bu olay beni çok etkiledi. Bu voqea menga juda ta'sir qildi. Katkı, hissa. Bu proje topluma buyuk katkı sağlıyor. Bu loyiha jamiyatga katta hissa qo'shmoqda. Gereksinim, ehtiyoj yoki zarurat. Her insanın farklı gereksinimleri vardır. Har bir insonning turli ehtiyojlari var. Kanıt, dalil yoki isbot. Bunun için yeterli kanıt yok. Buning uchun yetarli dalil yo'q. Ayrım, fark yoki tafovut. İkisi arasında büyük bir ayrım var. İkilasi orasida katta fark bor. Avantaj, afzallik. Bu yöntemin önemli bir avantajı var. Bu usulning muhim afzalligi bor. Dezavantaj, kamchilik. Her seçeneğin bir dezavantajı olabilir. Har bir variantning kamchiligi bo'lishi mumkin. Bilinç, ong yoki ongli fikrlash. Bu konuda bilinçli davranmalıyız. Bu masalada ongli harakat qilishimiz kerak. Çevre, atrof muhit. Çevreyi korumak hepimizin görevidir. Atrof muhitni asrash barchamizning vazifamiz. Sonuç, natija yoki xulosa. Araştırmanın sonuçları oldukça ilginç. Tadqiqot natijalari juda qiziq. Gereklilik, zarurat yoki talab. Bu ish için deneyim bir gereklilikdir. Bu ish uchun tajriba zarur talabdir. Süreç, jarayon. Öğrenme süreci zaman alır. O'rganish jarayoni vaqt talab qiladi. Boshlanish. Her başarı küçük bir başlangıçla başlar. Har bir muvaffaqiyat kichik bir boshlanishdan boshlanadi. Aşama, bosqich. Bu projening son aşamasındayız. Bu loyihaning oxirgi bosqichidamiz. Öncelik, ustuvorlik. Şu anda eğitim benim için birinchi öncelik. Hozir ta'lim men uchun birinchi ustuvor vazifa. Ayrıntılı, batafsil. Bana ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Menga batafsil ma'lumot bera olasizmi? Varsayım, taxmin yoki faraz. Bu sadece bir varsayım. Bu shunchaki taxmin. Yaklaşık, taxminan. Yaklaşık 2 saat sürdü. Taxminan 2 saat davom etdi. Bilinçli, ongli yoki ataylab. Bunu bilinçli olarak yaptım. Bunu ataylab qildim. Kaçınılmaz, muqarrar yoki oldini olib bo'lmaydigan. Ba'zi değişiklikler kaçınılmazdır. Bazı o'zgarishlar muqarrardir. Yeterli. Bu bilgi karar vermek için yeterli değil. Bu ma'lumot qaror qabul qilish uchun yetarli emas. Mantiq.
Bu kararın arkasındaki mantığı anlamıyorum. Bu kararning ortidagi mantiqni tushunmayapman. Kararlılık, qat'iyat. Başarı için kararlılık çok önemlidir. Muvaffaqiyat uchun qat'iyat juda muhim. Bugun so'zlarni o'rgandik. Endi ularni hayotda ishlatish navbati sizda. Bitta so'zni yodlang, bitta gapda ishlating va turkchangizni bir qadam oldinga olib chiqing. Bugungi dars shu yerda, lekin o'rganish davom etadi. Keyingi darsda yana uchrashamiz. Linguacity bilan xayr emas, yangi so'zlargacha ko'rishguncha omon bo'ling. Sevimlilarning eng sevimlisi bo'ling.